Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan o'lchashlarni baholash mavzusi bo'yicha nazariy bilimlarni ko'rib chiqamiz va ularni amaliyotda mustahkamlaymiz. Fizikada biz turli jismlarning uzunliklarini, masalan, sim bo'lagining uzunligini yoki probirkadagi suv sathining balandligini, biror bir jismning bosib o'tgan masofasini o'lchaymiz. Laboratoriyada asosan uzunlik o'lchash uchun chizg'ichdan foydalaniladi. Chizg'ichdan foydalanishda ham chizg'ichning to'g'ri darajalanganligiga albatta e'tibor berish lozim. Metr chizg'ich belgilari orasidagi masofa barchasida bir xilmi? Mana shu narsaga avvalo amin bo'lish lozimdir. Agar belgilar orasidagi masofa biroz bo'lsa-da farq qilsa, sizning natijangiz noaniq chiqishiga olib kelishi mumkin. Undan tashqari, sim bo'lagi to'g'ri bo'lishi va chizg'ich yoniga tekis qilib joylashtirilishi kerak. Bukilgan sim bo'lagidan foydalanish noaniq natijaga olib keladi. Simning uchlariga qarang va uning tekis kesilganligiga e'tibor bering. Simning uchi qiya kesilgan bo'lsa, sim qaysi nuqtadan boshlanib qayerda tugaganligini aytish qiyin bo'ladi. Agar siz simning qalinligi kabi kichik uzunlikni o'lchashingiz kerak bo'lsa, u holda bizga quyidagi jihoz yordam berishi mumkin. Buyumning qalinligini yoki ichki oralig'ining uzunligini millimetr va dyumlarda o'lchashga mo'ljallangandir. Keling, siz bilan hozir mana shu simimizning qalinligini siz ko'rib turgan mana bu elektron shtangen sirkul yordamida o'lchaymiz. Uni yoqib olamiz. 0 holatga keltirib olamiz. Mana keltirib oldik. Keling, endi bunda simning qalinligini o'lchab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek sim qalinligi 1,8 millimetrni tashkil qiladi. Keling, endi sizlar bilan mana bunday buyum, ya'ni uzukning ichki diametrini o'lchaymiz. Buning uchun bizga shtangen sirkulning tepa qismi kerak bo'ladi. o'n 17,8 millimetrni tashkil qilmoqda. Endi bu uzukning tashqi diametrini o'lchab olamiz. Ko'rib turganingizdek 21,3 millimetrni ko'rsatmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, keling endi qog'oz varag'ining qalinligini o'lchash uchun bir usulni ko'rib chiqamiz. 500 ta varaqdan iborat bo'lgan qog'oz to'plami kerak bo'ladi. Ta qog'ozimizning qalinligi chizg'ich bilan o'lchaganimizda 5,5 santimetrni tashkil qildi. Bu qiymatni millimetrga o'tkazsak 55 millimetrni tashkil qiladi. Bu qiymatni 500 soniga bo'lamiz. Natijada har bitta varaqning qalinligi kelib chiqadi. Keling endi bu qiymatimiz qanchalik to'g'ri ekanligini shtangen sirkul yordamida aniqlab olamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, endi keling qog'ozimiz qalinligini qay darajada aniqlikda o'lchaganimizni shtangen sirkul yordamida aniqlab olamiz. Qog'ozimiz qalinligini shtangen sirkul 0,1 millimetr qilib ko'rsatmoqda.
Nega oddiy chizg'ich yordamida bitta qog'oz varag'i qalinligini aniq o'lchash imkonsiz? Chizg'ichning imkoniyati cheklangan. Biz kundalik hayotda ishlatadigan oddiy chizg'ichlarning eng kichik bo'linmasi 1 millimetrga teng. Demak, chizg'ich bilan o'lchanganda xatolik taxminan +- 0.5 millimetr yoki +- 1 millimetrni tashkil qiladi. Xulosa, varaqlar soni qancha ko'p bo'lsa, chizg'ich xatoligi o'sha son hisobiga shunchalik maydalanib, kamayib boradi. Shu sababli mayda narsalarni o'lchashda ularni ko'paytirib o'lchash va keyin soniga bo'lish eng to'g'ri va aqlli yo'ldir. Biz har doim ham o'lchamlarni juda aniqlikda ko'rsata oladigan elektron shtangen sirkuldan foydalanishimiz imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Bunday vaziyatlarda biror ixtiyoriy jismning o'lchamini o'lchashning bir necha xil usullarini ko'rib chiqamiz. Bizga ma'lumki, aniq geometrik shaklga ega bo'lgan jismlarning hajmini o'lchashda biz maxsus matematik formulalar yordamida hajmini o'lchashimiz mumkin. Ammo shunday vaziyatlar bo'ladiki, aniq geometrik shaklga ega bo'lmagan jismlarni hajmini o'lchashning boshqa usullariga ehtiyoj sezamiz. Bizga ma'lumki, har bir jism suvga solinganda o'zining hajmi qadar suyuqlikni siqib chiqaradi. Keling, mana bu dastur yordamida yana bir bor shuni tasdiqlaymiz. Siz ko'rib turgan mana bu ikkala jismning ham hajmi bir xil hajmga qo'yilgan va har birining hajmi 5 litrdan. Suvning hajmi esa 100 litrni ko'rsatmoqda. Endi jismni suyuqlikka tushiramiz. Natijada suyuqlikning keyingi hajmi 105 litrni ko'rsatadi. Bunga sabab jismning hajmi 5 litr edi va suyuqlikka solingandan so'ng o'z hajmi qadar suyuqlikni siqib chiqardi va natijada suyuqlik sathi 5 litr miqdoridagi hajm bo'ylab yuqoriga ko'tarildi. Bu usulni aniq geometrik shaklga ega bo'lmagan jismlarning hajmini o'lchashda qo'llash juda ham qulay hisoblanadi. Endi shunday bir savol tug'iladi. Agar biz suyuqlikka cho'kmaydigan jismni suvga solganimizda uning hajmini o'lchash imkonsiz bo'lib qoladi. Chunki bu jism to'liq holatda suvga cho'kmaydi. Bunday vaziyatda quyidagi usuldan foydalanamiz. Avval suvga cho'kadigan jismning hajmini menzurka yordamida aniqlab olamiz. Uni suvdan chiqarib olamiz. Keyin menzurkaga cho'kmaydigan jism va uning ustidan cho'kadigan jismni solamiz. Menzurka ko'rsatgan oxirgi qiymatdan cho'kadigan jismning hajmini va menzurkadagi suvning dastlabki hajmini ayirsak, cho'kmaydigan jismning hajmi kelib chiqadi. Hurmatli kuzatuvchilar, menzurkadagi suyuqlik sathini aniqlash vaqtida shunday bir holatga duch kelishimiz mumkin. Ya'ni u ham bo'lsa suyuqlikning egralanishi. Ya'ni suyuqlikning sirt tarangligi tufayli suyuqlik idish sirtiga yaqinlashganda egralanadi. Birinchi holat suyuqlik idish sathini ho'llagan, ikkinchi holatda ho'llamagan holatdagi ko'rinishlaridir. Endi shunday savol tug'iladi. Bunday vaziyatda biz suyuqlik sathi sifatida qaysi qismni olamiz? Ya'ni bizga ko'ringan mana bu yerdagi qismimi yoki pastki qisminimi? Albatta, biz suyuqlikning pastki qismidagi sathni haqiqiy sath deb belgilab olamiz. Agar suyuqligimiz sathi mana bunday ko'rinishda egrilansa, u holda ustki qismini haqiqiy sath sifatida belgilab olamiz. Hurmatli kuzatuvchilar,
Har qanday o'lchovning aniqligini olish uchun shu o'lchovni bir necha marta o'lchash tavsiya etiladi. Bu ham o'lchash aniqligini, samaradorligini oshishiga yordam beradi. Endi hozir sizlar bilan vaqtni aniqroq o'lchash usullaridan birini ko'rib chiqamiz. Keling, yuragimizning 10 marta urishini sekundomer yordamida urilish vaqtini hisoblaymiz. Buning uchun bizga sekundomer kerak bo'ladi. $641. Bu 10 ta yurak urishi uchun ketgan vaqt. Endi 40 ta yurak urishi uchun qancha vaqt ketganini aniqlab yozib oldik. Endi e'tibor qiling. Birinchi holatda bitta yurak urishi uchun 0,641 sekund. Ikkinchi holatda bitta yurak urishi uchun esa 0,6 sekund vaqt ketar ekan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Nima uchun 10 ta o'lchaganimizda 0,641, 40 ta o'lchaganimizda esa 0,6 sekund har bir yurak urishi uchun ketgan vaqt hisoblandi. Ya'ni agar biz qanchalar ko'proq yurak urishini birgalikda hisoblab vaqtni aniqlasak va umumiy yurak urishlar soniga bo'lsak, qiymat aniqroq chiqadi. Javoblaringizni izohlarda kutib qolamiz.